Assalomu alaykum do'stlar, har joyda bo'lsanglar sog' omon bo'linglar do'stlar. Mana bizlar chakar urmoqqa chiqdik do'stlar. Sizlarga aytaman nerga ketishingizni. Videoni oxirigacha bizlar bilan qolinglar. Do'stlar, bo'ri nerada? Kommentga yozinglar. Keldik bo'rdan chiqib futbolga. Bizlar to'p o'ynamoqqa keldik. Bo'rda bizlarning muxlislari o'z ko'p ekan. Ko'p xursand bo'ldim do'stlar. Bo'rga keldim. Sizlar ham kelinglar. Ko'p bir yaxshi joy ekan. Men sizlarga aytaman nerga kelganimni. Sizlarning yaxshi ko'rgan muxlislarimiz hamisha bizlarga aytadilar kelmaysizlar deb. Mana nerga kelganimni aytaman do'stlar, eshitinglar. Bizlar keldik. Tasdimimiz bilan keldik. Endi bu yerda bizlar ham to'p o'ynaymiz. Soil aytadi, men sendan to'p o'ynay uraman dedi. Men aytaman, ura olmaysan, ayna qaytardim to'pini. Endi uraman, bu qala to'p uraman dedi, osmonga chiqib ketadi. Ko'p xursand bo'ldik do'stlar, kelinglar sizlar ham to'p o'ynamoqqa bo'ldi muxlislarimiz. Bizlar bilan rasm oldilar, aks oldilar. Ko'p xursand bo'ldik do'stlar. Hamisha shundoq bizlardan himoya etsalar, bizlarning yaxshi ko'rsalar, bizlar ham hamisha sizlarni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Buradan chiqdik, ketamiz endi. Do'stlar, bizlar mana chiqdik futbolga, endi ketamiz basda Xo'ja do'kon aylanamiz. Bizlar bilan qolinglar. Inshaalloh. Do'stlar, mana futboldan chiqdik, qariy qilib ketdik do'stlar. Ketdik do'stlar, Xo'ja do'koni shahriga. Do'stlarim aytdi, ana o'sha bozori Xo'ja do'koni dedilar. Men aytdim, yo'q dedim. Aytadi. Sonra keldik, bu yerda ko'rdik Xo'ja do'koni bozori ekan. Bu yerda ish kim yo'qkan, bir bozor emas. Xo'ja do'koni bir ro'z bozori bo'ladimi, 2 ro'z bo'ladi haftaning ichida. Shuning uchun bir tayoq ekan, har bozorda nafar to'la ketadi. Bir ro'z ish kim yo'q ekan. Ikkilamchi qismatda bizlar nerga ketamiz do'stlar? Nerlardan video olamiz, sizlar kommentga yozinglar.